Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi vizifimizda Deltron GLV akkumulyatorlarimiz ahvoli mana bu. Balnalar ko'rinyaptimi hammaga? Mana ikkita akkumulyator mana bu yerda bir-biriga yopishib qolgan. Qapoqlari ochilgudek darajada shishib ketgan akkumulyatorlar nol. Bunga yagona bir sabab davlat toki doimiy ravishda 160 dan past bo'lib kelganligi sababli. Hozirda inverterimiz hamma narsasi to'liq ishlayapti. Himoya shitlari olib tashlaganimiz bular bor edi. Bu 160 ta o'tkazmaganligi sababli постоянный nagruzkada bu ishlayvergan. O'sha sababdan mana akkumulyatorlarning ahvoli. Kimda agar shunaqa GLV akkumulyatorlar, mana shunaqa tipdagi apparatlar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha lition akkumulyatorlarga o'zgartirib olishlarini tavsiya beramiz. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Shohjahon. Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.